Alisher Navoiy haqida batafsil ma'lumot. 1. Alisher Navoiy kim? Alisher Navoiy o'zbek va butun turkiy xalqlar adabiyotining eng buyuk vakili, mutafakkir, shoir, davlat arbobi va ma'naviy yetakchidir. U o'zbek adabiy tilining asoschisi hisoblanadi. Navoiy o'z asarlari bilan turkiy tilning adabiy, ilmiy va davlat tili bo'lishi mumkinligini amalda isbotlab bergan. 2. Tugilishi va oilasi. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida tugilgan. To'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher. Otasi Giyosiddin Muhammad Temuriylar saroyida mansabdor bo'lgan, ilmli va obro'li kishi edi. Onasi ham ziyoli oiladan bo'lib, Alisherning tarbiyasiga katta e'tibor qaratgan. 3. Ta'limi va yoshlik yillari. Navoiy yoshligidan she'riyat, adabiyot, tarix, mantiq, falsafa, diniy ilmlar bilan shug'ullangan. U arab, fors va turkiy tillarni mukammal bilgan. Yoshligidanoq she'r yozgan va iste'dodi bilan e'tibor qozongan. 4. Husayn Boyqaro bilan do'stligi. Navoiy va Husayn Boyqaro bolalikdan birga ta'lim olgan va umr bo'yi do'st bo'lib qolgan. Husayn Boyqaro Xuroson hukmdori bo'lgach, Navoiy vazir, amir lavozimlarida ishlagan. U davlat ishlarida adolat, xalq manfaati, ilm-fan taraqqiyotini ustuvor deb bilgan. 5. Hamsa buyuk adabiy yutuq. Alisher Navoiy turkiy tilda birinchi hamsa yozgan shoir. Hamsa tarkibiga kiradi. Hayrat ul abror, axloqiy falsafiy doston. Farhod va shirin, muhabbat va fidoilik. Layli va Majnun, sof ishq timsoli. Sabay sayyor, hayot va sinovlar. Saddi Iskandariy, adolatli podsho goyasi. Bu asarlar sharq adabiyotining eng yuksak namunalaridan hisoblanadi. 6. Gazallari va devonlari. Navoiy minglab gazallar yozgan. Ularning barchasi Hazoin ul Maoni nomi ostida jamlangan bo'lib, 4 ta devondan iborat. Garoyib usigar, Navodir ushabob, Badoye ul Vasat, Favoid ul Kibar. Bu gazallarda muhabbat, hayot mazmuni, ilohiy ishq, inson qalbi, chuqur badiiy ifodalangan. 7. Ilmiy va falsafiy asarlari. Eng muhimlari Muhokamat ul Lugatayn, turkiy tilning ustunligini isbotlaydi. Mahbub ul Qulub, axloq va hayot haqida. Mezon ul Avzon, aruz vazni haqida. Nasoim ul Muhabbat, tasavvuf namoyandalari haqida. Bu asarlar Navoiy nafaqat shoir, balki olim va mutafakkir bo'lganini ko'rsatadi. 8. Tasavvuf va ma'naviyat. Navoiy tasavvuf g'oyalariga katta e'tibor bergan. Uning asarlarida komil inson, sabr, kamtarlik, halollik, adolat asosiy tushunchalardir. 9. Xayriya va bunyodkorlik ishlari. Navoiy o'z mablag'i hisobidan madrasalar, masjidlar, shifoxonalar, ko'priklar, yo'llar qurdirgan. U xalq uchun yashagan va boyligini jamiyatga sarflagan. 10. Vafoti. Alisher Navoiy 1501-yilda Hirotda vafot etgan. Uning vafoti butun Xuroson va turkiy dunyo uchun katta yo'qotish bo'lgan. 11. Bugungi kundagi ahamiyati. Bugungi kunda 9 fevral Alisher Navoiy tavallud kuni. O'zbekiston bo'ylab bog'lar, universitetlar, teatrlar Navoiy nomi bilan atalgan. Navoiy ijodi maktab va oliygohlarda o'rganiladi. Xulosa: Alisher Navoiy millat ma'naviyatining ustuni. Uning asarlari insonni ezgulikka, ilmga va adolatga chorlaydi.